Assalomu alaykum, zo'r yaqindan kuzatuvchilar. Andijon Xoldonbek Cho'cha bozoriga kelganmiz. Mollarimiz eng zo'rlari, chempionlari. 100 milliondan 70 milliongacha bo'lgan birinchi, ikkinchi qoringa mollarimiz, bolasi Xonajin Novosdan akalarimizdan chempionlari. Ikkinchi qoringa Yevropadan kelgan molimiz, ikkinchi qoringa bolasi Xonajindan 45 litr sutga. Xudo xolasa hozir savdosi ketyapti. Savdosi 75 millionga borgan molimiz. Ko'rib baho beraverasizlar. 45 ta sutga aka bu. 45 ta sutga. Chempion. Molimiz bo'ylari 1.70 atrofida. Akamiz bo'ylari bilan teng turib ko'rgan bo'lsalaring, havasga kelib bitta lak bosib o'tamiz. Bolasini zotga ko'paytirib olamiz degan akalarimiz uchun chempionidan. 45 litr sutga 1 litr kam bersa ham 2 barobar to'lashga. Akamizdan ishlayaptilar, joni sog' bo'lsa, xudo xolasa. Akamizdan baraka ketyapti. Bolasini ko'rgan bo'lsinlar, bolasi. Zo'r sigir aka, Novot bolasi. Do'sti egasiga bermoq. Havas qilganlar video davomida like pastga bosishni unutmaymiz. Molimiz chempion 45 litr sutga. Bugun bozorga juda chempion mollarimiz zo'rlari kirgan. Ko'rgan bo'lsanglar, ola qora sutga mollarimiz, ayniqsa gallan, semental mollarimiz juda ham ko'p kirgan. Molda chempionlari. Nech pulga bordi aka bular? Nech puldan bo'ldi? Nech pul? 75 ta? 55 ta, ha? Bo'g'oz bular, ha? 55 milliondan kam bor bo'g'oz. 6 oylik, 7 oylik bo'g'ozga. Sotildimi aka bu? Nech pulga ketdi? 66 million. Bolasi Novotcha, akamiz 66 millionga olibdi. Shved molimiz. Bolasi Novos, qayda yurib 15 ta sutga edi. Barakasini bersin. Mana shu molimiz 6 oylik bo'g'ozga 50 million 500 ming. 50 million 500 ming. Savdo ketyapti. Barakasini bersin. Otish qo'zlar ham kelaveramiz. Bemalol Shahrixon Xoldonbek Cho'cha bozorida otni kichkinasidan tortib kattasigacha bor. Bemalol kelaverasizlar. Novoslar qatorga o'tdik. Mollarni, Novoslarni chempionlari. Ko'rib baho beraveramiz. Tri vaznga 66 mingdan 71 minggacha bugun sot. Nech puldan bo'ldi aka bu? 65 dan. 65 dan bo'ldimi? Tri vaznga 65 mingdan shu novosimiz sotildi. Hozir taroziga chiqish jarayoni bo'ladi. Tarozi jarayonini olib ko'rsatamiz, xudo xolasa. Nech kilo chiqdi? Nech kilo? 743 kilo shved. 743 nech puldan bo'ldi? 743 kilo. 65 mingdan qo'yilgan. Nech kilo chiqdi? 580 kilo chiqqan novosimiz. Baho beraverasizlar. 65 mingdan tri vaznga. Barakasini bersin.
Chettalab bermaydi 65 ta. Ko'rib baho beraverasizlar. Tri vaznga 65 mingdan bozorimiz shu holatda. Bozorlarimiz ancha pastlab qolgan holatda. Mana shu mollarimiz 69 ming, 68 mingdan qo'yilgan novoslarimiz 65 mingdan qo'yildi. Buqalarda chempioni. Necha pul so'rashyapti aka buni? Qancha? 41 ga bermaydi. 41 million. Shuni turishiga. 41 millionga sotilmayotgan novosimiz. Jonlar hisobida qadrdonlar. 68 dan bo'lsa beraveradi. 68 dan tri vaznga so'rasa berilaveradi. 160 kilomi? Bozoringizni bersan aka. Necha puldan bo'ldi bu? Sotilmadi. 28 millionga shuni turishda so'ralgan novosimiz 28 millionga berilmadi. 27 million 600 ga olingan novosimiz, ko'rib baho beringlar, arzon qimmatligini kommentariyaga yozib borasizlar. Ya, olmay qani. 27 million 600 ga olingan novosimizni necha kilo chiqishini ko'rib boramiz. Necha kilo aytavering? 453 kilo. 453 kilo chiqqan novosimiz, barakasini bersin. Qanjolaring sog' bo'lsin, bizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lishni unutmang. Sog' salomat o'ylar.